Yodometrik titrlash usulida qaytaruvchilar va farmatsevtik preparatlarni aniqlash. Tayyorladi Eliboyeva Nozima. Reja yodometriya, yodometrik titrlash, oksidlanish, qaytarilish, titrlash. Titrimetrik analiz. Titrimetrik analiz aniqlanayotgan modda miqdori shu modda bilan o'zaro reaksiyaga kirishish uchun sarflangan reaktiv miqdoriga qarab aniqlashga asoslangan miqdoriy analiz usuli hisoblanadi. Titrimetrik analizda kislota asos, oksidlanish, qaytarilish, kompleks hosil qilish kabi kimyoviy reaksiyalarni ham aniqlash mumkin. Titrimetrik analizning barcha aniqlash usulida titrlash ekvivalent nuqtasigacha, ya'ni standart titrlangan eritmaning miqdoriy reaksiyasiga qarab muvofiq modda miqdoriga qat'iy ekvivalent bo'lgan paytgacha o'tkaziladi. Aniqlash usuliga ko'ra to'g'ri bevosita, qoldiqli bilvosita va differensial titrimetrik analizlar farqlanadi. Titrimetrik analiz kislota asos, oksidlanish, qaytarilish va kompleksometriyaga bo'linadi. Cho'kmaga tushirish usullariga ko'ra titrlashning oxirgi nuqtasining indikatsiyalash usuliga ko'ra shularga bo'linadi. Titrimetriya. Titrlash aniqlangan tahlil qiluvchi moddaning konsentratsiyasini aniqlash uchun miqdoriy kimyoviy tahlilning keng tarqalgan laboratoriya usuli hisoblanadi. Titrant yoki titrator deb ataladigan reagent konsentratsiyasi va hajmi ma'lum bo'lgan standart eritma sifatida tayyorlanadi. Titrlash so'zi fransuzcha titrer so'zidan kelib chiqqan bo'lib, tangalardagi yoki oltin yoki kumushdan yasalgan buyumlardagi oltin va kumushning noziklik o'lchov birligini belgilab beradi. Titrlashda 1828-yilda fransuz kimyogari Joseph Louis Gay-Lussac birinchi marta titrni ishlatgan va bu ma'lum namunadagi moddaning konsentratsiyasini aniqlash degan ma'noni anglatadi. Titrlashda pipetka va byuretka atamalari ham kerak bo'ladi. 1824-yilda indigo eritmalarini standartlashtirish bo'yicha maqola kelib chiqqan shu bilan. Ishlash jarayoni. Odatiy titrlash o'z ichiga juda aniq miqdorda tahlil qiluvchi va oz miqdorda indikator, masalan, fenolftalein solingan stakan, titrantni o'z ichiga olgan kalibrlangan byuretka yoki kimyoviy pipetkalar shpritslari ostiga qo'yishdan boshlanadi. Keyin analit va indikatorga kichik hajmdagi titrant qo'shiladi va indikator titrantning to'nganlik chegarasiga reaksiya sifatida rangini o'zgartiradi. Bu titrlashning yakuniy nuqtasiga yetib borishni anglatadi. Ya'ni titrant miqdori mavjud analit miqdorini muvozanatlashtiradi. Istalgan so'nggi nuqtaga qarab titrantning bir tomchi yoki ikki tomchisidan kamroq miqdorda olish mumkin. Tayyorlash texnikasi. Odatda titrlashlar titrant va analitning suyuq eritma shaklida bo'lishini talab qiladi. Qattiq moddalar odatda suvli eritmada eritilsa-da, boshqa erituvchilar, masalan, muzli sirka kislotasi yoki etanol neftga ixtisoslashgan maxsus maqsadlarda neft kimyosida bo'lgani kabi ishlatiladi. Aniqlikni oshirish uchun konsentrlangan analitlar ko'pincha suyultiriladi. Ko'pincha kislotali bo'lmagan titrlashlar reaksiyasi davomida doimiy pH ni talab qiladi. Shuning uchun pH ni ushlab turish uchun titrlash kamerasiga bufer eritma qo'yilishi mumkin. Asosiy tamoyillarga kelsak, namunaning ma'lum hajmiga ortiqcha ma'lum miqdorda yodid qo'shiladi, keyin oksidlovchi modda yodga oksidlanadi. Yodid eritmada eriydi va to'q jigarrang rangga ega bo'lgan triodid ionlarini beradi. Keyin triodid esa eritmasi kraxmal indikator yordamida yana yodid bilan olish uchun standart tiosulfat eritmasiga nisbatan titrlanadi. Ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda reaksiyalar berilgan. Tanishib chiqamiz. Oksidlanish, qaytarilish, titrlash esa oksidlanish, qaytaruvchi, titrlash. Oksidlovchi va qaytaruvchi o'rtasidagi qaytarilish oksidlanish reaksiyasiga asoslanadi. Titrlashning so'nggi nuqtasini aniqlash uchun odatda potentsiometr yoki oksidlanish qaytarilish indikatori ishlatiladi. Chunki tarkibiy qismlardan biri oksidlovchi modda kaliy bixromat bo'lsa, eritmaning to'q sariqdan yashil rangga o'zgarishi aniq emas. Shuning uchun natriy difenilamin kabi indikator ishlatiladi. Ba'zi oksidlanish, qaytarilish titrlashlari tarkibiy qismlarning turli rangi tufayli indikatorni talab qilmaydi. Masalan, permanganatometriyada ozgina qora pushti rang
Ba'zi oksidatsiya qaytarish titrlashlari tarkibidagi qismlarning turli rangi tufayli indikator talab qilmaydi. Masalan, permanganatometriyada ozgina qora pushti rang, ortiqcha kaliy permanganatning oksidatsiya iodometriyada yetarlicha katta konsentratsiyalarda qizil jigarrang tireoid ionning yo'qolishi so'nggi nuqta sifatida ishlatilishi mumkin. Ammo past konsentratsiyalarda sezgirlik tireoidit bilan intensiv kompleks hosil qiluvchi kraxmal indikatorini qo'shish orqali yaxshilanadi. Bizning slaydimiz shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.